Rossiyaning Tver shahrida 30 yoshli Markaziy Osiyolik fuqaro giyohvand moddalari bilan qo'lga olindi. Agar muhojir 1 yilda 10 oydan kam ishlasa, VNJ bekor qilinishi mumkin. Moskva viloyatida garajlar yashirin yotoqxonaga aylantirildi. Natijada jinoyat ishi ochildi. Rossiya va Belarus iqtisodiyoti muhojirlarsiz ishlay oladimi? Rasmiylar ochiq bayonot berdi. Sankt-Peterburg 7-qavat 11 soniya bir qaror bir hayotni saqlab qoldi. Moskva Savilovskiy vokzal yaqinida tunda portlash sodir bo'ldi. O'zini portlatgan erkak va politsiya xodimi halok bo'ldi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Bugun 1-mart. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Bugun yana bir jiddiy jinoyat ishi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchi shaxsdan taxminan 10 gram metadon va 32 o'ram topilgan. U yashagan xonadonni ko'zdan kechirishgan vaqtida esa qo'shimcha 70 gram giyohvand modda, elektron tarozi va qadoqlash vositalari aniqlangan. Mazkur miqdor katta hajm deb baholanmoqda. Unga nisbatan giyohvand moddalarni saqlash va sotish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qonunga ko'ra 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Hozirda u hibsda, tergov davom etmoqda. Rossiyada giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlar juda qattiq jazolanadi. Rossiya Moliya vazirligi vizasiz davlatlardan kelib patent asosida ishlayotgan muhojirlar bo'yicha yangi mexanizmni ko'rib chiqmoqda. Taklifga ko'ra, agar muhojirning voyaga yetmagan farzandi Rossiyada u bilan birga yashasa, har bir bola uchun patent to'lovining 50% miqdorida qo'shimcha to'lov joriy etilishi mumkin. Hozirda patent to'lovi hududga qarab 3400 rubldan 27300 rublgacha. Moskvada o'rtacha taxminan 10000 rubl. Endi ishlash uchun faqat o'zingiz emas, farzandingiz uchun ham pul to'lashingizga to'g'ri kelishi mumkin. Taklifga ko'ra, har bir voyaga yetmagan bola uchun patent narxining 50% miqdorida qo'shimcha to'lov joriy etilishi mumkin. Agar taklif qabul qilinsa, Moskva misolida bir bola uchun yana taxminan 5000 rubl qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. Bu hozirda faqat taklif, qonun sifatida qabul qilinmagan, muhokama bosqichida. Ammo qabul qilinsa, oilasi Rossiyada bo'lgan muhojirlar uchun xarajatlar sezilarli darajada oshishi mumkin. Rossiya hukumati Davlat dumasiga kiritilgan loyihaga ko'ra, agar muhojir VNJ yoki RVP olgandan keyin 1 yil ichida rasman 10 oydan kam ishlasa, uning hujjati bekor qilinishi mumkin. Shuningdek, rasmiy daromad yashash minimumiga yetmasa ham hujjat masalasi qayta ko'rib chiqilishi taklif qilinmoqda. Hozircha bu faqat qonun loyihasi, qabul qilinmagan, lekin qabul qilinsa, VNJ va RVP bilan yashash yanada qattiq nazoratga olinishi mumkin. Naginsk shahrida 6 ta garaj yashash uchun qayta jihozlangani aniqlangan. U yerda Markaziy Osiyodan kelgan 7 nafar muhojir yashagan. Garaj egasi 58 yoshli mahalliy shaxs bo'lib, u garajlarni 2025-yil noyabrdan beri ijaraga berib kelgan. Har bir yashovchidan oyiga taxminan 7000 rubldan olgan. В ходе рейда полицейские выявили 6 гаражей, переоборудованных для проживания, в которых проживали 7 граждан одной из стран Средней Азии. Tekshiruvdan so'ng 7 nafar muhojirga 5000 rubldan jarima solingan. Garaj egasiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Arzon turar joy ko'p holatda katta muammoga aylanishi mumkin. Noqonuniy yashash joyi jarima, hujjat muammosi, hatto chiqarib yuborish xavfini oshiradi. Moskvada Rossiya va Belarus parlamenti vakillari mehnat migratsiyasi masalasini muhokama qildi. Rossiyska gazeta xabariga ko'ra, rasmiylar ta'kidlashicha, ikki davlat ham xorijlik ishchi kuchsiz iqtisodiyotni to'liq ta'minlay olmaydi. Ya'ni muhojirlar mehnat bozori uchun juda ham zarur. Shu bilan birga xavfsizlik va nazorat masalasi ham alohida ta'kidlangan. Yig'ilishda qonunlarni yaqinlashtirish, chegara infratuzilmasini mustahkamlash va mehnat migratsiyasini tartibli boshqarish masalalari ko'rib chiqildi. Asosiy g'oya nazorat qilingan va qonuniy mehnat migratsiyasi. Rossiya va Belarus migratsiya siyosatida umumiy yondashuvni kuchaytirish rejalashtirilmoqda. Bu kelajakda muhojirlar uchun qoidalarga ta'sir qilishi mumkin. 22-fevral kuni Sankt-Peterburg markazida 7 yoshli bola 7-qavatdan pastga quladi. Kuzatuv kameralari hammasi bo'lib 11 soniyani yozib olgan. Bola deraza karnizida osilib turgan, keyin bir lahzada pastga uchib tushgan. Bino pastqisida esa bizning vatandosh turgan. O'zbekistonlik muhojir Xayrullo Ibodullayev u bolani avvalroq ko'rib, atrofdagilarni chaqirgan. Qulayotgan paytida u ikkilanmagan. Bolaning tagiga yugurib, zarbani o'z tanasi bilan qabul qilgan. Qutqaruvchilarning aytishicha, bunday balandlikdan qulayotgan insonning tezligi soatiga 70-150 kilometrgacha yetishi mumkin. Shunaqangi harakat qildim. U bola kelgan sari sherimga tushishini xohladim oyog'i bilan. Xayrullo yerga bola bilan birga yiqilgan. Uning qo'rg'alari singan, qo'li jarohat olgan. Lekin eng muhimi, bola tirik qolgan. Bolaning ismi Sasha, u shifoxonada davolanmoqda. Xayrullo Ibodullayev O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan jasorat medali bilan taqdirlandi.
Sankt-Peterburg gubernatori Aleksandr Beglov Xayrullo Ibadullayevni jasorati uchun rasman taqdirladi va unga maxsus medal topshirdi. Rasmiylar uning harakatini qahramonlik deb baholadi. Mana giroyingiz kelyapti. Xayrullo Ibadulloyev Peterburgga 4 oy avval ishlash uchun kelgan. Uning O'zbekistonda oilasi, 4 nafar farzandi va yoshi katta ota-onasi bor. O'zi esa shunday deydi: "Men faqat qo'limdan kelgan ishni qildim." 24-fevral kechasi Moskva markazida Savilovskiy vokzal yaqinida yo'l patrul xizmati avtomobili yaqinida portlash sodir bo'ldi. Bu voqeada bir politsiya xodimi halok bo'ldi. 2 nafar xodim jarohat olib shifoxonaga yotqizildi. Portlashni amalga oshirgan shaxs ham o'sha yerda nobud bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, portlashni sodir qilgan shaxs 22 yoshli rossiyalik, Udmursiyada tug'ilgan. Sankt-Peterburgdan Moskvaga poyezd bilan kelgan. Hodisa paytida u yo'l patrul xizmati xodimlariga yaqinlashib, portlash qurilmasini ishga tushirgan va o'sha vaqtda o'zi ham nobud bo'lgan. Hozirda tergovchilar uning harakatlari va motivlarini o'rganmoqda. Rasmiy organlar bu holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan va tergov ishlari hamon davom etmoqda. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.